Ob-havo sekin-asta sovib bormoqda, lekin issiqlik uchun olamshumul narx to'lashga hammaning ham qurbi yetavermaydi. Sovuqdan saqlanish uchun qavat-qavat kiyinishga hojat qolmadi. Endi oilangiz uchun pul va quvvatni saqlab qolishingiz mumkin. E'tiboringizga Fast Heater'ni taqdim etamiz. Uning yordamida keng hududni kuniga arzimagan pul evaziga osonlikcha isitishingiz mumkin. Ushbu kuchli isitish moslamasi nihoyatda ixcham va u sizni yil bo'yi isitadi, qish va bahordan tortib to kuzgacha. Endi chigal kabellar va ortiqcha uskunalarga hojat qolmadi. Uni shunchaki rozetkaga ulang va termostat orqali o'zingizga kerakli haroratni tanlang. U izg'irin 16 gradusni yoqimli 23 gradusga qanchalik tez o'zgartirishini ko'rib qo'ying. Oddiy isitgichlar shunaqangi beso'naqay va og'irki, oqibatda ularning g'ildiraklari yog'och polingizni shikastlashi mumkin. Lekin ixcham va portativ dizayn tufayli Fast Heater ortiqcha joy egallamaydi. Uni istalgan paytda va joyda bir xonadan boshqasiga ko'chirish mumkin. Uni oilaviy xonangizga qo'yishingiz, taom tayyorlayotgan paytda oshxonani isitishingiz va ovqatlanish xonasini shinam holda saqlashingiz mumkin. Endi butun boshli uyni emas, faqatgina o'zingiz foydalanadigan xonalarni isitishingiz mumkin va anchagina pul tejab qolasiz. Bilasizmi, men belgilangan maosh olaman, bu degani mening butun boshli uyni isitishga qurbim yetmaydi. Bu esa achinarli holat, lekin Fast Heater yordamida anchagina pul tejayapman. Men qaysi xonada bo'lishimdan qat'iy nazar uni boshqa xonaga olib o'tishim mumkin va u yangi xonani tezda isitib beradi. U isitish xarajatlarini 2 baravar kamaytirdi. Fast Heater yordamida faqatgina o'zim o'tirgan xonalarni isitish orqali keraklicha pul tejab qoldim. Ko'plab isitgichlar katta va beso'naqay, qish bo'yi ishlatish uchun bir dunyo pul talab qiladi. Lekin Fast Heaterning termokeramik dizayni uning hajmini kichiraytiradi va kamroq quvvat talab qilish orqali ko'proq pul hamda quvvatingizni tejab qoladi. Uning avtomatik taymeri sizga yotoqxonangizni tunda ham isitish va isitgichni bir necha soatdan so'ng avtomatik tarzda o'chirish imkonini beradi. Vannaxonalar juda sovuq bo'lishi mumkin, ayniqsa oyoqlaringiz ostidagi o'ta sovuq kafellar bilan. Lekin Fast Heater vannaxonangizni issiq va shinam tutadi. Garchi u kichkina bo'lsa-da, o'zidan kuchli issiqlikni chiqaradi. Men uni tongda vannaxonaga, qahva ichayotganimda oshxonaga olib boraman va agar biror nima to'qmoqchi bo'lsam, o'zim o'tirgan xonaga qo'yaman. Uni hamisha o'zim bilan olib yuraman. Men ancha qarib qoldim va oqibatda grippga bo'lgan moyilligim kuchaydi. Fast Heaterni sotib olganimdan so'ng biror marta ham grippga chalinmadim, hatto shamollamadim ham. Ushbu moslamaga gap yo'q. Men Fast Heaterning ta'sirini yil bo'yi sezib kelyapman. Mening qo'llarim va oyog'im hamisha issiq, yelkalarim esa og'rimayapti. U mening hayotimni mutlaqo o'zgartirib yubordi. Qon aylanish tizimim ham ancha yaxshilandi. Bilasizmi, hozirgi yoshimda oldingiga qaraganda ancha tez sovqotyapman va agar harorat juda ham pasayib ketsa, tanam muzlab qoladi va men muvozanatni yo'qotaman. Fast Heaterning yordami bilan bundan ortiq xavotir olmasam ham bo'ladi. U go'yoki sizga xavfsizlik tuyg'usini bag'ishlayotgandek tuyuladi. Fast Heater mening oilam va o'zim uchun katta foyda keltirdi. Tan olishimiz kerak, biz uxlayotgan paytimizda mehmonxona yoki oshxonadan foydalanmaymiz. Xo'sh, agar uyning ma'lum bir